Samolyotga chiqsam boshim aylona, tepadan turib qarasam aylona, lekin uyga kelsam qarab qaynona, uyga kelibdi mehmon bo'lib qaynona, Aynona Freestyle. Assalomu alaykum hurmatli musiqa va ijod ixlosmandlari. Bugun assalomu alaykum. qarshingizda Sardorjon hamda Abrorjonlar yig'ilib O'zgacha bir mehmonlarni bugun taklif qildik. va jamladik shu dumaloq stolimizga. Bugun biz kosmosga uchamiz. Va Nima kosmos bor deydigan bo'lsanglar, o'sha yerda yer tekismi-yo dumaloqligini ko'rib kelamiz bugun. oldimda o'tirgan inson juda ham bir ijodni shu kosmosga raketasiz va boshqa kosmonavtlarsiz olib chiqib keladigan inson Farhad aka. Farhad aka, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Ura. Sardorjonni oldida o'tirgan, Siz bilgan, siz bilgan, siz ko'rgan, siz sezib yurgan, Siz mikrofonni eshitgan, qimirlatadigan, o'zimizni yaqin Jigaritto. Jigarittomiz Ilyos. Ilyos. Sho'tta. Yaxshimisizlar? Chiroyimizga chiroy qo'shgan, latofatli, iste'dodli Ohista Jamshid. Taxallusi bilan Assalomu alaykum. Taxallus emas, o'zimning ismim Ohista. Bu o'zimning ismim, Jamshid adamning ismi. xush kelibsiz. xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Bugungi kosmosga chiqadigan jarayonimizni birgalashib o'rischasiga saprovajdat qilayotgan deydi, o'zbekchasiga Yo'l-yo'lakay. yo'l-yo'lakay bizni iste'dodli okalarimizni Ramziddin To'rayev, Ziyovuddin Hasanov, qo'llari yaxshi ishlaydi. Shapat bersalar turmaysizlar qaytib. Chertishga don-donziki bu inson bilan o'ynamanglar. Uzoq cho'zmaymiz va sekin biz bugun kорабльga o'tirib uchamiz. Ilyos ko'tarib ketdi, boshqa radioda ishlayapti deyman. Qaysi edi? Tan 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 tanananam. O. Ha. Jonas Amos na 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 qaynana, qaynata, qayni singil, qaynala hammasi sog' bo'lsin. Dunyoda tinchlik bo'lsin, garillalar hazm bo'lsin. Bu ohanglar juda ham go'zal. Ertalabdan choy bilan asal. Choy damlashga bormi sanda g'ayrat? Uylansang bo'lmaydimi Ana endi tushding-ku. Donishmandlar so'ylaydi. Ohista Jamshid kuylaydi. Hech qanaqa mana kimdir ko'rib turgan bo'lsa bunga tayyorgarlik bo'lmagan. Improvizatsiya degani shu. Improvizatsiya. Ko'zingizga qaradim, aka. O'zingni ko'rding? O'zimni ko'rdim.
Audio Pro studiyasiga men alangali salom va rahmatlar aytmoqchiman, chunki zvuk u yoq bu yoq bizga поддержка qilishdi. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, baxtli bo'linglar. To'xtang, qolganlarning ham reklamasi bo'lsa aytib ketinglar. Hozir mana vaqti. Bemalol. Yo'q ekan reklama. Menda bitta bor, yaqinda o'zim solni trek chiqardim. Tamerlano degan teatr bor bilsanglar, o'sha yerda yor-yori boshqacha versiyasini qo'yishgan. Spotify'ga Tamerlano deb yozsanglar chiqadi, hammaniki o'tga уже albom qilib yuklab qo'yishgan. Juda ham zo'r, tabriklayman Ilyos. Ana. Sanga bitta reklamamiz bor, bersang bo'lar ekan, Ilyos. Farhod aka, siz gapingizmi yo'q? Yo'q. Rahmat. Kutmagan kuningda kutganing kelsa va qaytib ketmasam boshqa hech qachon mo'jiza tug'ilar, umidlar o'lsa ishon. Oyoq tunlaringga suyansa kunduz, ertaga aytib bersang ertalaringga so'ng o'zing eshitsang kutilgan bir so'z ishon. Ichingda bor bo'lsa, hali toza joy, yuragingda bo'lsa, yettinchi osmon, hammasi juda ham yaqin hoyna-hoy. Ishon, ko'ksingda tug'ilsa sog'lom orzular, ko'zi ko'r bo'lmasa, so'zi bor bo'lsa, yaralgan bir zarra emas besamar. Ishon, garchi yoshlik ketib, daftarlar qolsa, biroz qattiq bo'lsa tishing tegan non, nimalar bo'lmaydi dunyoda bilsang, faqat ishon. Faqat ishon. Ishon yoki ishonma, bu seni tanloving. Bilasan hayotda o'zing har narsa tez o'tadi. Ertalab turib harakat qilsam bo'ldi yetadi. Hayot go'zal, ko'zingni och, ishon. Ishon. Mani qo'shnim ishon. Ey do'stim, ishon, hali sen uylanasan, hali senda bo'ladi to'y. Baxt, orzu, havas, qilma bas, oddiy to'y. Hammasi o'tadi, ketadi bir kun. Bu to'y. Eng asosiysi baxt Va muhabbat. Va'dasida turmagan yolg'onchi qiz. Afiris qiz, mashenik qiz, aldamagin Ilyos jonni, ishontirma gaplaringga. Yaxshi joydan chiqsin, ato qilsin Ilyos jon. Amin. Ishon. Uylansanmi? Men xursand bo'lib, boshqalarga motivatsiya bermoqchi bo'ldim o'zimcha endi tekstda. Freestylda sensatsiya, o'rtoqlar. Sardor akamning to'ylari prямо orzuyimdagi to'y bo'ldi-da. Hech kim bilmadi. Yana to'yga qaytardimmi baribir? Hech kim kelmadi. Xarajat bo'lmadi deb, mana shu orzuyimdagi to'yim. Kerak emas, ortiqcha rasxodlar, ishon, kerak emas. Zo'r, baxtli bo'l avvalambor, lekin bu yerda mana tajribali insonlar bor, ishon. O'sha mana yaqinda 30 yil bo'ladi. Chirib ketgan. 30 yil bo'ladimi yaqinda? 98-yilda turmush qurganmiz. Ana. Mani esimda yo'q. Nima bo'lgan o'zi? Kim bu ayol sizlar? To'ydan oldingi muhabbat zo'r muhabbat. To'ydan keyingisi undan da zo'r muhabbat. Eng zo'ri mana
ayolingga ommada jonim deyishga uyalma. Ko'zlariga tik qarab jonon deyishga uyalma. Chunki ayol Makridan halak hayron. seni yariming, boshni bosh qiladigan, toshni tosh qiladigan, yoshni yosh qiladigan ayol. Ani boshlovchilik qilasizmi to'ylarda? Ha, kerak bo'lsa azon to'yida bo'lsa chiqaman bir 100 Necha dollarga. o'rishda jonim divor deysiz. Yurakdan ketdi. Bugun mehmonlar bizani ajoyib, g'aroyib musiqani ichiga olib kirib, olib chiqib kosmosga ko'tarib, pastga yerga olib tushib, o'zga sayyoraliklarni musiqasi deb o'ylagan, boshqa yozgan haterlarga salom. Salom, Badas salom. kalom, boshqa kerak emas sizlarga tojik tilda kalom. Joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Baribir yaxshiga yaxshi, yomonga ham yaxshi. Скажу без фальши, shunaqa hozir zamon. Yig'ishtir yomonlikni, come on. Yo'ling uzoq, qo'ymagin tuzoq. Tuzoq bo'lsa tushdingmi? Значит, taqdiringda yozilganmikin shunaqa holat. Sabr qil, chida, qabul qil, dalshi davom etib ketasan hayotingni. Abonchi tugadi menda so'zla yana. Kerak emas so'zlar, bu yerda bor instrumentlar. Endi bunaqa sizlardagi o'sha davrlardan keyin takoy endi anu. Padizdan ovozda. Kecha qanday gaplashgan bo'lsak, bugun ham shunday so'zlashamiz. Ertaga ham davom etar bu. Hech bo'lmasa urinib ko'rish kerak deyman senga, so'ngra o'zimga. Hozir ayni vaqti, keyin juda kech. Hozir ayni vaqti, keyin kech. Hozir ayni vaqti, keyin kech. Sen ham tasdiqlaysan gapimni, yana bir yil oxirladi deysan xo'rsinib. Biz hammasini o'zgartirish, o'z hayotimizni qo'limizga olish uchun urinish qanchalik zarur ekani haqida. Kecha qanday gaplashgan bo'lsak, bugun ham shunday so'zlashamiz. So'zlashamiz, gaplashamiz. Kechaga ham davom etar bu. Daydi shamolga havas qilgan daraxtga o'xshaymiz. Yildizimiz judayam chuqur. Bizni sonimizga reklama qiziqtirsa aloqaga chiqdinglar do'stlar. Hozir ayni payti keyin kech. Hozir ayni vaqti keyin kech. Dushanbani kutmagin, seshanbani kutmagin, keyingi yilni kutmagin, yangi oyni kutmagin. Har doim hozir, hamisha hozir. Boshla, undan keyin bo'lar kech. Harakatda barakat, manga qara palakat. Hozir boshlamaysanmi? Davay boshla keyin kech. Voy odamlaru odamlar, e'tibor beringlar. Yaqinda Ilyosjon uylanar ekan. Unga aytadigan yana naqoratni qaytaramiz. Billa eshitinglar ohista bilan. Hozir ayni vaqti, keyin hozir ayni vaqti, keyin kech. Og'aynilar ham aytdi shu gapni. Hozir ayni vaqti,
keyin kech. Kattalarni eshitsang bo'lmaydi buni. Hozir ayni vaqti keyin kech. Adani kamchiga salsa tiqmadingmi hali ham? Hozir ayni vaqti keyin kech. Yo'q, 40 ga kirib yuramadim ishon. Hozir ayni vaqti keyin kech. Banklarning stavkalari ham ko'tarib kreditlar. Ayni vaqti keyin kech. 40 dan keyin erkak boshqacha. Hozir ayni vaqti keyin kech. Abror uylanganmisiz? Yo'q, uylanmagan. Ayni vaqti keyin kech. Jamoat joyida, jamoat joyida, jamoat joyida. Yuribsan nimadir, jamoat joyida. Jamoat joyida. Cho'milib yurgan jamoat joyida, jamoat joyida. Sendan Mani yorim mazasi bo'lmasa chaqirdi mani jamoat joyiga, jamoat joyida. Uyda o'tir meni tushirdi sam chaqirdi mani jamoat joyiga, jamoat joyiga. ikkita yosh o'tiribdi jamoat joyida. O'ylaganman etdim sal skromniyroq bo'laylik. Chunki слишком откровенный bizani mahallada hozir kimdir tosh otib qoladi. Jamoat joyida, jamoat joyida. Sizlar ham rosa bir-biringlarni yaxshi his qilar ekansizlar. Oldindan bor narsammi? Jamoat joyi. Yo'q, bu hozir tug'ildi. Trekka yomon ketar ekan. Yangi hit kerak bo'lsa chiqaverasiz. Musiqaga qanaqa kelib qolgansiz? Yoshligimda meni eng yaxshi ko'rgan qo'shiqchilarim Botir Zokirov bilan Gugush bo'lgan. Botir amaqim olib kelganlar, kassetalar bo'lardi, video. Botir Zokirov amaqizmidi? Voy, bilmagan bo'lsanglar ketdi dalshi indamay qolamiz. Yo'q, ayting, bu bizga juda muhim. Shunaqa oilada tug'ilganmanki, boshqa ilojim yo'q edi qo'shiq aytmaslikka. Lekin yoshligimda hech qachon qo'shiqchi bo'laman deb o'ylamaganman. Boshim aylonadi, boshim aylonadi, dunyo aylona. Aylona falakna, saylet zaylona. Rahim aylan murvat aylan aylona. Teng yarimim bayrona, yarmim hayrona. Boshim allanadi seni ko'rganimda, seni sevganimda, seni bilganimda. Boshim allanadi seni sevib ko'rib qolib, astanovkada o'tirganingda oldinga kelib sen bilan suhbatingni olib birgada, seni birgalikda turib kinoga boramiz. Marojniy qo'limda, mana turman qo'limda buket chiroyli konvert ichida bor tilaklar. Sevgi muhim insonlar, sevgi muhim insonlar. Har kuni shuni bilinglar, esdan chiqazmanglar. Sevgi muhim bilinglar. Shuning uchun meni boshim aylona, aylona. Muhabbatni kompotini ichganman. Voy, nima dedim? Samolyotga chiqsam boshim aylona, Aylona, tepadan turib qarasam aylona, vayrona, lekin uyga kelsam qarab qaynona, qaynona, uyga kelibdi mehmon bo'lib qaynona, qaynona, aynona, Arqovuldan kelayotdim onqayib, oldimdan bir ko'za chiqdi to'mpayib. Haya yotadim to'mpayib, ko'zani ichida yo'taltirdi to'mpayib. Hayyara voyyara. yostig'ing bag'rida, sochi tolasi, yuragim narida, qalbing nolasi, yostig'im bag'rida, sochi tolasi, yuragim narida, qalbing nolasi. alvido deyman senga mening do'stim. Hastim Uylanganingga bir yilma bo'lmasdan, alvido dedim senga mening do'stim. Klubda hali ko'rishamiz birga. Aylona, aylona, aylona.
ham qaynona deb Anaqadek hayotimda juda kuchli ta'sir qilgan insonlardan biridek hozir. Shunaqa bir go'zal insonni hadya qilib yuborishdi, конечно. Eslaysizda xursand bo'lasiz, rahmat deysiz. Ularga tashakkurlar etasiz, ming rahmat deysiz. Atella yashaysiz. Men ham shunaqa deyman, aka. Tilmaysan, polni shunaqa deysan. Tamburimni ovozi chiqdi. Tamburimni ovozi chiqdi. Tamburim jaranglayapti. Ohangim uylanyapti. Bag'rim orasidan taraladi isma Olovchi bo'lib yerga tortar loshimni Ko'zlarimda uning tafti Yerda yotgan barga xazonlar Bag'rimdagi harorat bilan otli sirlashar Bunday o'tni ko'rmagan dunyo ko'rmagan bu sakinatni Hammasi isma aralash bir xayol Sen chiqib kelasan yo'qlik qaridan Men seni bo'salarga ko'maman Va tuning badanini ham Bo'sadan ketar yorishib Hamdardlikning eng go'zal shaklim bo'lar Bo'salarimiz Yo'qdiramiz senga hatto tanimdagi issiq dardni ham Va balki jismimizda yechib yotoqqa Keturmiz ikkimiz ko'chalarda sayr etib Yarasini yalaganiki it kabi Dardimizni ko'zlarga suritib keturmiz Men seni bo'lsalarga ko'maman va tuning badanini ham Bo'lsadan ketar u yorishib Men seni bo'lsalarga ko'maman va tuning badanini ham Bo'lsadan ketar u yorishib Bo'lsin Bitta bo'lsin Yonimga kelganingiz bo'lsin Uyat qolmadi bo'lsin Nima bo'lsin bu Muhabbat buncha go'zalsan muhabbat Seni sevganimdan keyin bo'lasan Qat Muhabbat buncha go'zalsan muhabbat Sevganimdan keyin seni bo'lasan Qat Farhodaka qo'yormabdilar seni Ilyos Lekin unaqa edi, bunaqa edi, format yemabdi, o'zgartiribsizlar, vashye freestyle qani, rap qani, Magic City dey, sochim tarog'imni yo'qotib qo'ydim degan gaplarni yozmanglar, iltimos. Bu avvalambor eksperiment. Bitta ishlamizmi? Bir muzikalniy jam. Lekin bizda Farhod aka bilan zo'r connect bo'lyapti. Eng zo'r til bu muzikantlarning tilida. Best love ko'z bilan. Freestyle olg'a ketdi, Sardorjon, umringiz uzoq bo'lsin, baxtli bo'ling. Rahmat. Qani.
yashaylar. Bu anaqa muzikada orasida endiki nuqta o'zi chiqmaydi bu yerda. Sen qalaysan Sardor, yaxshimisan? Man zo'rg'a o'zim ushlab turdim to'g'risi. Как будто banu zo'r massajga kirdimda, itako chiqdim, yengilmanda. Bizani kim masaj qiladi endi? Musiqani shunaqa xususiyati borki, xursand bo'lgingiz ham keladi, xafa bo'lgingiz ham keladi-da. Shunaqa, men tushunmadim hozir menda nima bo'ldi. Ha, menda ham chumolli slishkim terimda yuribdi. Murashki pakoji deydi endi biz. Chumolli birga edi, bir qitiqlab kuldiradi, bir chimchilab yig'latadi, tushunmadim короче. Lekin mana bizani ko'rib turgan zritellar, mana hammamiz mana shu o'tiribmiz, hozir ko'rgan hamma narsalar qo'pol qilib aytganda improvizatsiya bo'ldi. Endi sizni treklaringiz bo'ldi orada, no treklarni ham biz qilib tashladik. Shu narsa agar sizlarga yoqqan bo'lsa, обязательно yozinglar mana shu kommentariyada. Fikringlarni biz kutib qolamiz. Yangi format. Endi freestyle o'zi freestyle-da bu. Hech qachon kutmaylar bir yangi определённый qanaqadir format. Har doim bu yangi format. Chegara yo'q hali aytganingizdek. Avvalambor bizani Assalomu alaykum. boshidan поддержка qilib biza bilan yaqin bo'lgan o'sha predanniy bizani obunachilarimizga kattakon rahmat. Haterlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, kamchiligiga rozi bo'lasizlar. Qanday ko'rib bu gapni? Men lekin oldinga chiqqan выпускimda kommentariyalarni o'qib chiqdimda, ko'pchilik dutor debdi. Bu instrumentni nomi tanbur. Tambur. Dutor deb yozganlarga ham rahmat. Mamu. Bu noxun. Noxun. Da. Noxunda chalaymi? Otni dumi. Bular bo'lsa, ana tegil hamma ajoyib insonlar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sizlarga hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Sizlarga ham rahmat, maza qildik. Rahmat. Yaxshi kayfiyat uchun rahmat. Yeah!